Toshkent tumani hokimiyatni bilsanglar kerak. Shuna Kiyevdan o'tganinglarda, o'shani orqa tarafdagi mahallada bir taxminan bir 500-600 metr kirganda ushbu ko'rib turgan xonadoninglar sotuvga tushgan 5 sotuvli yer maydoniga qurilgan. Mana shu xonadonimizda bo'ladi. O'rtada katta kenglikda yashil hudud ko'radigan bo'lsanglar, bu yerda archalik ekib qo'yganlar. Mana buni qaranglar. Yashil hududda. Uyimizda 7 xonadan iborat. Suv, svet, gaz umuman muammo yo'q. Hattoki sentralniy kanalizatsiyagacha bor bu joyimizda. Xonalarga kirib, birma-bir sizlar bilan tanishib chiqamiz. Kirganinglarda bu bizani birinchi xonamiz bo'lsa, bu yoqdan katta kenglikda mehmonxona ko'rishingiz mumkin. Bu bizani ikkinchi xonamiz bo'ladi. Bu yoqda mana uchinchi xonamiz. Ko'rasizlar, ataplina, bo'y qilingan. Bu yoqda hammom, hojatxona, sanuzellari hammasi bor. Bu yoqda katta zal qilib qo'ysanglar, mana bu yoq spanningiz bo'lsa, sanuzel va bu yoq tarafdan ham sanuzelga kirsa bo'ladi. Ikki taraflamali. Mana buni mehmonxona desanglar bo'ladi. 8 ga 6 metrlik katta kenglikda bu bizani mehmonxonamiz bo'ladi. Mehmonxona orqali bu yerda yana bitta xona hol qilib qo'yishgan. Bu bo'laklarni ko'rasizlar, bu katta kenglikda oshxonamiz bo'ladi. Shu uyimizni agar aylanib bitta ko'rib chiqqan bo'lsanglar, 5 sotu narxi $145,000. Sunnatiga ozgincha bir qism o't beraman deyaptilar. Kelinglar, ko'ringlar, yoqsa bosib yuboradigan joy jigarlar.